Salom do'stlar, mana va nihoyat Minecraft nomli mashhur video o'yin asosida ishlangan Minecraft filmi 2025-yil 4-aprel kuni katta ekranlarga chiqdi. Film rejissyori Jared Hess bo'lib, asosiy rollarni Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers, Daniel Brax va Sebastian Hansenlar ijro etishgan. Shubhasiz bu film Minecraft o'yini muxlislarining katta qiziqishlariga sababchi bo'ldi va mana nihoyat film ham premyera qilindi. Film syujetiga keladigan bo'lsak, syujet markazida 4 nafar begona odamlar sirli portal orqali Overworld deb nomlanuvchi kublardan tashkil topgan sehrli dunyoga tushib qolishadi. Ular bu joydan chiqish yo'lini topish uchun birgalikda harakat qilishga majbur bo'lishadi va katta qiyinchiliklarga duch kelishadi. Filmda asosiy artefakt bu Tesseract bo'lib, bu orqali boshqa olamlarga portal ochish mumkin edi. Men film yovuzi oxirgi deb nomlanuvchi olamda yashaydigan Ender ajdari deb o'ylagandim, ammo unday bo'lmadi. Film premyeraning birinchi kunidanoq katta muvaffaqiyat qozondi. Film AQShda ochilish haftasida 157 million dollarni, boshqa davlatlarda esa 144 million dollar daromad yig'di. Umumiy hisobda film 301 million dollar daromad yig'di. Bu raqamlar uni 2025-yilning eng kasabo filmlarining biriga aylantirdi. Shunga qaramay, ba'zi kinoteatrlarda film namoyishi vaqtida tomoshabinlar tartibsizliklar keltirib chiqarishdi. Ayniqsa Jack Black ijro etgan Steve obrazining Chicken Jackie degan sahnasida ba'zilar oziq-ovqat uloqtirib shovqin ko'tarishgan. Chicken Jackie! Ayrim joylarda bu holat politsiyachilarning aralashuviga ham sababchi bo'lgan. Axir buni to'g'ri tushunsak bo'ladi. Bu film asosan yosh bolalarga, ya'ni yosh auditoriyaga mo'ljallangan edi. Ammo hozirgi paytda katta avlod qiziqishlariga ham sababchi bo'lmoqda. Tanqidchilarning filmga bergan baholari turlicha bo'ldi. Kimdir uni ijodkorlik bilan to'la deb maqtasa, boshqalar syujetni oddiy va jozibasiz deb baholashdi. Hozirda film O'zbekistondagi kinoteatrlarda ham namoyish etilmoqda. Shaxsan o'zim hali filmga tushmadi, ammo shu dam olish kuni albatta filmga tushmoqchiman. Agar bu filmni katta ekranlarda ko'rishni istasangiz, yaqin atrofdagi kinoteatrlardan seanslar jadvalini tekshirib ko'rishingiz mumkin. Film haqida yana filmni tomosha qilgach alohida video chiqaraman. Shunday ekan, kanalimizga obuna bo'lib, videomizni bitta like bosib qo'llab yuborsangiz juda xursand bo'lgan bo'lardim. Agar filmni allaqachon ko'rgan bo'lsangiz, o'z taassurotlaringizni spoilerlarsiz izohlarda yozib qoldiring. Sizlar bilan Sardor bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.